Menimcha mana shu Jo'xar uyi bo'lsa kerak har doimgidek. Endi Jo'xa meni izlab uyimga borganda bu gal meni uni albatta yeyman. Ertalabda barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoga xush kelibsizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar, chunki nimagadir sizlar kanalga obuna bo'lmay ko'ryapsizlar ekan videoni. Men bunga umuman tushunmadim. Mayli, hozir men bir ishlarim bor va bugun bitta cho'tki yangilik bor. Ya'ni bugun o'sha manyak jitel bor-ku, Crazy jitel. O'shani uyiga yana bir marta bormoqchiman. Bilasizlar, har kuni kelib meni asabimga tegib, ko'zimga ko'rinib, polizlarim titib, ko'chalardagi hamma narsamni xullas titib tashib ketyapti, meni kuzatyapti. Bugun bu narsalarga nuqta qo'ymoqchiman. Ya'ni Crazy jitel uyiga borib, uni o'ldirmoqchiman. Endi bilmadim nima bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, albatta bilib olsanglar bo'ladi. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki hayronman, nimagadir kanalimda umuman obuna bo'lmasdan kuzatyapsizlar. Yoki sizlarga videolar yoqmayaptimikan? Bilmam, yo'q. Nimaga yoqmasligi mumkin axir? Yoqish kerak sizlarga. Xo'p, hozir mana bu yerdagi poliz ekinlarini tezroq ekib olsam, Crazy jitelni olib tezroq o'ldirib kelsam, shu bilan qulog'im tinchiydi va bemalol xotirjam yashasam bo'ladi. Tak, kartoshkalar ekib chiqamiz endi. Bu yerga yo'q, sabzilarni ekar ekanman. Bu tomonga sabzi, bu tomonlarga kartoshka ekar ekanman. Mana bu yerda bitta suv kamayib qolgan. Chelak bilan suv olib kelib quyib qo'yishim kerak. Bo'lmasa, bir tomondan oqib chiqib ketadigan bo'lsa suv, keyin poliz ekinlar qurib qolishi mumkin. O'sha holatlarni o'ylab, nimadir rejalar o'ylab tuzish kerak, qarochi. Bo'ldi, buni qo'yamiz va ketmon ham kerak emas hozir menga. Ketmon o'rniga bitta belkurak olaman. Ketmon ham olib borayman. Balki somonmi nimadir shunga o'xshash narsa chiqib qolar, ketmon bilan buzishga to'g'ri keladigan. O'shaning uchun aytayapman, mayli. Tak, ana endi Crazy jitelni aniqlashim kerak nima qilayotganini. Tak, qurolni основnoyga olib olish kerak. Mana bu aslahalar hozircha kerak emas menga. Bu sigir nimagadir menga qarab turgandi, balki yoqtirib qayerdan sigir yoqtirib qoladimi? Bo'pti, qarochi. Crazy jitelni bilsanglar, uyi mana bu tomonda edi. Qon izlaridan yurib borsam bo'ladi. Nimaga bu asfalt oxiriga chiqarilmagan? Ha, aytgancha bizda open budjetga ovoz yiqqandik, faqat shu yergacha asfalt qilishga ovoz to'play olganmiz. U yog'iga hali keyingi marta open budjet boshlansa ovoz yig'sak kerak menimcha. Tak, hozir endi Crazy jitel uyi qaysi tomonda edi? Shu tomonda. Ketaverayinchi qani qon izlaridan. Lekin juda ham uzoqda bor-u. Namincha 1 kilometr uzoqda uy qurgan, hayronman. Yaqinroq joydan uy qurib qo'ysa bo'lmasmidi? U meni kuzatyapti, lekin realni. Nimadir qilmoqchi u, menga qandaydir hujum amalga oshirmoqchimi? Qonlar bir-biriga oqib ketgan, yurgan yo'liga oqib ketavergan, keyin to'xtamagan, ko'ryapsizlarmi? Buni hozir qonlarni mana отдельно qilib olmasam, u g'alati qonlar qilib tashagan. Buni qaranglar, uzun qonlar. Bu ketayotgan vaqtda oqib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Bu yerga qo'yib bo'lmaskan. Qarashda hozir men buni uzoq shunday qo'yib tashlashim kerak, okey? Normalni. Bu qonni ham olamiz va Crazy jitel tushunmadim. Bu yerda fonar bor ekan. Tak, fonarda yonar ekan qon. Juda ham ajoyib. Mana o'zini qoni bilan o'zini uyini atrofini o'rab chiqaman. Menimcha cho'tki. Ana endi Crazy jitelni uyiga kiraman. Eshiklar o'zgarib qoptimi? Yo'q. Ichida tushunmadim. Qaranglar, hozir uyning ichida g'alati kravat yo'q edi uyning ichida. Bir ikkita narsalar, sandiq yo'q edi bu yerda. Sandiq paydo bo'lib qolibdi. Bu yerda asbob uskunalar. Axir menda asbob uskunalar bor, kerak emas, o'shaning uchun bu yerda qon. Lekin xonaning ichida qon yo'q edi avval. Bu yerda bitta shu yo'q, bu yerda emas, kravatning tagida emas. Bitta shu yaqin atrofda qayerdadir nima edi? Qanaqadir omborxona, mana shunga o'xshash narsa bor edi. Mana shu yerda edi, adashmasam. Yo'q, bu yerda yo'q-ku. Qayerda edi? Qaysidir burchakda bor edi, aniq bilaman. Chunki o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar agar, Crazy haqidagi videoni, uyini qaysidir burchagida ko'rgandim o'shanaqa nimani. Qarochi, nima edi nomi? Hozir eslay olmayapman. Bu yerda qanaqadir qovoqlar. Mayli. Qarochi, omborxona, podval bor edi. O'shanga hozir tushib ko'rishim kerak. Qanaydir suyak va shunga o'xshash bir ikkita narsalar bor edi. Menimcha Crazy jitel o'zi bu uyda yashamaydi. O'sha omborxonasida yashaydi. Hozir bir ikkita qazib ko'raychi, balki bittada chiqmas. Belkurak bilan qazib ko'rish kerak. Yo'q. Rostdan ham bittada chiqmas ekan. Bu yerda o'zim to'ldirib ketgandim. Chiqaman deb blok qo'ygandim. Bu yer axir bitta kichkina xonacha edi-ku. Crazy jitelmi? Rostdan ham sizlar ham ko'rdinglarmi? Qayoqqa yo'q bo'lib ketdi? Qayergadir yo'qoldi. Mana bu yerda edi suyak. Bu suyakni topdim. Tak. Voy, yaramas, qayoqqa yo'q bo'lib ketdi? Qanaqasi axir? Tushunmadim. Qanaqasi yo'q bo'lib ketyapti? Tushunmayapman. Sizlar tushunyapsizlarmi axir? Xo'sh, bu yerda ana. Voy, yaramas.
yo'qolib qolyapti. Nima u mendan qo'rqyaptimi yoki meni qo'rqitmoqchi bo'lyaptimi? Lekin men biroz qo'rqyapman-ku, lekin unaqa qo'rqishim kerak emas, chunki agar qo'rqadigan bo'lsam, qo'rqayotganimni bildirib qo'ysam, keyin u meni battar qo'llamoqchi, o'ldirmoqchi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qayerda yana chiqish yo'li bor? Faqat shu yerda chiqish yo'li bor. Bu yerda esa qanaydir eshik, qanday eshik ekani borib ko'rish kerak. G'alati ovozlar kelyapti. Tushunmadim. Rostdan ham g'alati ovozlar kelyapti. Balki Crazy Jitel nimadir uyushtirgandir. Bu yerda daraxtni nimaga berib qo'ygan hayronman. Bu yerda bu yerda eshikka chiqadigan eshik bor ekan, ko'chaga chiqadigan to'g'rirog'i. Juda ham yaxshi. Lekin qanaqasiga bu yerdan ko'chaga chiqish mumkin? Demak, Crazy Jitel bu tomondan orqa eshikdan kirib chiqyapti, meni ko'zimga ko'rinayotgan vaqtda. Yaramas. Bu yerda esa daraxt bor ekan, shunchaki daraxtni devor sifatida foydalangan ekan. Tushundim. Hozir esa yaramasni ushlab olishim kerak, lekin to'xta. Biroz qo'rqyapman, yaxshisi birozim kelmaganim ma'qul. Bu yerga tezroq borib politsiyachinimi yoki kimnidir aytib kelmasam. Yaramas. Qo'rqitib yubordi. Bu yerda nahotki bu yerda yo'l, bunaqa yo'l yo'q edi-ku avval bu yerda. Yoki shunaqa yo'l bordimi? Menimcha bunaqa yo'l yo'q edi bu yerda. Rostdan ham. Yoki men qazigan yo'l shu yerdami? Yo'q, bu yerda emas-da, menimcha. Bu yerda, mana bu yerdan chiqib ketsa bo'lar ekan. Lekin g'alati bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga axir bu yerda o'tgan marta kelganimda bunaqa joylar yo'q edi. Demak, u meni kelishimni kutgan. Yaramas. Qayoqqa ketdi? Juda ham qo'rqitib yubordi-yu. Xo'sh, tezroq bu yerdan ketmasam, yana nimadir falokat bo'ladi. Yaxshisi borib tezroq qanaqadir politsiyachimi shunga o'xshash kimnidir topib kelishim kerak. Politsiyachini aytaman yaxshisi. Chunki politsiyachilar hech nimadan qo'rqishmaydi va ularda qurol bo'ladi. Hamda bemalol Crazy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasini yo'q qilishga ular yordam beradi. Hozir politsiyachini chaqirishim kerak. Telefon qilib chaqiraymikan yoki nima qilsam ekan? Mayli, hozir nima qilib bo'lsa ham chaqiraman. Yaramas. Nimadir qilyapti bu yaramas Jitel. Nimadir rejalashtirgan. Menimcha rostdan ham meni tutib olmoqchi. Lekin nimaga aynan oldiga borgan vaqtim meni ko'rgan zahot yo'q bo'lib qolyapti. Demak, ko'zimga ko'rinmasdan turib meni ushlab olmoqchi bo'lyapti. Adashmasam shunaqa. Men adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Bu Crazy Jitelni maqsadi nima o'zi? Nima uchun meni ko'zimga ko'rinyapti va meni kuzatyapti? Balki rostdan ham nimadir yomon rejasi borga o'xshayapti. Mayli, hozir nima qilmoqchi edim? Politsiyachini chaqirmoqchi edim. Mana bu chiziqlarni juda qiyshiq chizishganga o'xshayaptimi yoki meni boshim aylanyapti shekilli. Rostdan ham juda ham qo'rqib ketdim. Nima edi? Qo'rquvni alomatlari bo'lyapti. Hozir telefon qilaman. Telefonim ham aksiga olib ishlamayapti. Mayli, janob merga aytib ko'rayin, balki janob mer bilar. Yaramas Jitel qochib tur. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Nima gap, Jo'xa? Bitta muammo bo'lyapti. Ya'ni Crazy Jitel o'rmonda uyi bor ekan. O'sha uyga borgandim. U yerda har xil labirintlar bor ekan va u meni qo'rqitdi. Nima qilsam bo'ladi janob mer? Nima qilmoqchisan o'zi? O'sha Crazy Jitelni yo'q qilmoqchiman. O'zingni kuching yetadimi? Yo'q, o'shangizdan yordam so'rayapman. Demak, politsiyaga xabar qilish kerak. Lekin politsiya yordam beradimikan menga? Albatta yordam beradi. Sen politsiyachini chaqir avval. Mayli unda. Hozir politsiyachiga telefon qilaman. Alo, assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Nima gap? Xullas, men 99-qishloqdan Jo'xaman. Meni Crazy Jitel bir necha kundan beri kuzatyapti. Iltimos yordam bering. Hozir yetib boraman. Bo'pti, uyingizda bo'ling. Xo'p. Uyimda kutib turaman endi politsiyachi kelishini. Qachon kelarkin? Mayli. Xo'p, uje kech tushibdi. Politsiyachi kelibdi. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Qani Crazy? Ortimdan yuring. U o'rmonda o'zini uyini qurib olgan. O'sha uyning ichida qanaqadir labirint bor. Keyin atrofda qon izlari va qanaqadir suyaklar bor. Demak, Crazy Jitel kimnidir yegan. Bilmadingmi kim yeganini? Yo'q janob, ko'rganim yo'q. Kelyapsizmi axir? Asta yur, men charchaganman. Axir shuncha joyga piyoda keldim. Tushunarli. Demak, hozir siz qonlarni o'rganib chiqmoqchimisiz? Shunaqa. Qonni o'rganib chiqamiz avval. Keyin esa shunga qarab aniqlasak bo'ladi. Bu kimning qoni ekanligini bilish kerak avval. Tushunarli. To'g'ri. O'ylab ko'rishingiz kerak. Mayli, ortimdan kela qoling unda. Xo'sh, qayerda edi u? Uy, qonlarning oxiridami? Qon izlarini? Shunaqa. O'zingiz ham bilib turibsiz-ku. Tushunarli. Lekin sendan boshqa hech kim Crazy haqida meni ogohlantirmadi qishloqdan. Faqat senga ko'rinyaptimi?
Ha, shunaqa, faqat men ko'ryapman. Unda bu ish chatoq ekan-u. Ha, shunaqa, nima qilsak bo'ladi endi? Iltimos, tezroq yordam bering. Xo'sh, hozir Crazy Jitilni tutishga harakat qilamiz. Eshik nimaga ochilmayapti? Ha, ochildi. Tak, qani, qayoqda nima bor? Mana bu yerda sirli omborxona bor. Qani, ochchi ko'ramiz hozir birgalikda. Hozir to'xtab tursangiz 2 minut yo'zingiz ochasizmi? Ha, unda o'zim ochaman, chunki seni kutadigan ahmoq yo'q 2 minut. Tushunarli. To'xtab turing, men ham borib olay. Xo'p, ke, qanisan? Shu yerdaman. Bormi Crazy Jitil? Ha, bor ekan. Juda ham qo'rqinchli-yu. Ha, shunaqa, rostdan ham qo'rqinchli. Voy, qayoqqa ketyapsiz? Yo'q, bu yerda ham bor ekan Crazy Jitil. Nima qilmoqchisiz axir? Qayoqdan chiqib ketsam bo'ladi? Juda ham qo'rqyapman. Siz politsiyachi bo'lib turib qo'rqyapsizmi? Ha, shunaqa bo'pti, sog' bo'l, men ketdim. Nahotki? Hazlashdim. To'xta, hozir nimadir qilishga harakat qilib ko'rish kerak. Qo'rqqanni qalami sinsin, qarochi. Shunaqa deng, iltimos, lekin juda ham qo'rqitib yuborsiz odamni. Unda tepaga chiqishimiz kerak bir amallab. To'xta. Tepaga chiqib olaylik. To'xta, oy. Siz to'xtang, qanaqasiga men to'xtashim kerak? Qochib ketdingiz-ku. Voy, janob politsiyachi, to'xtang. Qochib ketdimi deyman, qo'rqqanni qalam sinsin deb qalamini sindirib ketdi shekilli. Obbo, janob politsiyachi, qanisiz? Shu yerdaman, nima gap? Nima uchun siz qochyapsiz axir? Shunchaki, to'xta. Tezroq qochish kerak bu yerdan, ya'ni to'xtama demoqchi edim. Nimaga axir? U Crazy Jitil juda ham vahshiy. Seni 1 minut yeb qo'yishi mumkin. Axir nimaga unaqa bo'lyapti? Bilmadim, xullas tezroq surish kerak bu yoqdan, tezlash. Mana boryapman. Xuddi politsiyachi bo'lib turib qo'rqsa-ya? Men nima qilishim kerak agar politsiyachi qo'rqqan taqdirda? Men ham qo'rqishim kerak. Yo'q, men qo'rqmayman. Chunki qo'rqmaslik kerak. Qo'rqqanni qalam sinsin deb politsiyachini o'zi aytdi-yu, lekin o'zi amal qilmadi. Lekin men amal qilaman. O'sha gap, qarochi, qo'rqqanni qalam sinsin. Hozir tezroq uyimga borib, tinchgina uyimni ichidan qulflab, uxlab dam olganim ma'qul. Bo'lmasa bu yaramas meni tinch qo'ymaydiganga o'xshaydi.